Narxini ham kuttirib o'tirmasdan videoni boshidayoq aytib o'tib ketaman. Egalari 70 ming AQSh dollar deb aytishyapti. Albatta yana kelishiladigan joylari bor. Ko'rib turganingizdek, sotuvda Volvo Euro 5 parovoz Persep bilan komplekt holatda. Tigach 2011-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi 1.515.000 km masofani bosib o'tgan 6 tali mexanika korobkada. Salon ichki holatini ko'rsangiz bo'ladi, yaxshi holatda turibdi. Bu naq 540 ta ot kuchiga ega. Baklari jami 1500 litrli bak bilan jihozlangan, AdBlue sistemalari uzdirib qo'yilgan. Balonlarning holatini ko'rsatib o'tib ketaman. Videoda ko'rishingiz mumkin, yaxshi holatda turibdi. Persep ham 2011-yilda ishlab chiqarilgan Vicon Persep 3 mosli, kubasi jami 125 kubani tashkil etadi. Tentlarini yangi qo'ydirib qo'yilgan. Xullas, mashinada kamchiliklar yo'q, ishlab turgan, Xitoyga qatnayotgan Persep. O'zi 24-ga ochirti ham bor ekan, tayyor. Agar savdosi bo'lib qoladigan bo'lsa, olgan odam sirazi yukini yuklab, ishga ham chiqib ketaveradi. Agar mana shu parovozga qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qiling, yana to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Namangan viloyati, Xonobodda turibdi. Bu videoga like bosib, mana shunaqa Volvo Euro 5 parovozini qidirib yurgan fura ishlanishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'laveradi. Sotuvdagi yana boshqa ko'plab furalarni albatta bizni Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar aynan bizni Telegramdagi kanalda bo'ladi. Kuniga 5 tadan 10 tagacha furalar arzon narxda sotilib ketyapti. Agar Telegramdagi kanalimizda yo'q bo'ladigan bo'lsangiz, Instagramda linki bor, bosadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda Telegramdagi kanalimizga o'tib ketasiz. Hammaga rahmat.